Ro'zjon aka, bir do'stim tilxat orqali bitta odamga qarz bergan ekan. Hozir endi u qarzi muddati o'tib ketibdi, qochib yurgan ekan. Menda tilxat bor, borib uyigami, ishxonasiga borib janjal qilsammikin deb so'rayapti. O'zi bunday holatlarda qaysi organga murojaat qilgan ma'qul? O'zi qarz olish ikki xil turda bo'ladi. Foizga olgan bo'lishi mumkin o'zining ehtiyojlariga. Uni fuqarolik tartibda undiradi. U qarz munosabatida, fuqarolik munosabati. Agar uni ishonchiga kirib, uni ishontirib, ko'p miqdorda mablag'larni o'zlashtirgan bo'lsa, u Jinoyat kodeksining 168-moddasiga tushadigan modda bo'lib, jinoyat sodir etgan bo'ladi. Ya'ni masalan, mashina olib beraman degan yoki kvartira olib beraman deb olgan bo'lsa-da, Xuddi shunday. demak, shunchaki qarz olgan bo'lsa, o'zini ehtiyoji uchun fuqarolik sudiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilsa bo'ladi. Agar aldab yurgan bo'lsa, qochib yurgan bo'lsa, nimadir olaman deb, demak, ichki ishlar organlariga ariza bilan murojaat qilish. Ishonchiga kirib, mablag'larni o'zlashtirgan bo'lsa, yolg'on yo'li bilan ichki ishlar organlariga murojaat qilib, 168-moddaga firibgarlik yuzasidan ariza yozadi. Agar sizlarda shunga o'xshashli muammo paydo bo'lsa, Digital advokatlik firmasiga murojaat qilishingiz mumkin.